Assalomu alaykum. Voy, подписчиклар, obunachilar. Qo'ylarimiz mana. Xo'p, qaranglar. Mana sarig'i tullayotdi o'shida nazardan. Qo'y ko'p boqqanlar biladi. Ham ustilari ham mana oqsipat junida. Tiniq sariq bo'lyapti mana. Ani yonlari, ana arqa tomonlari hali bor, to'kilyapti sekin. Tullayotdi o'xshaydi menimcha. Qo'y ko'p boqqanlar biladi-ku baribir. Mana, xo'p. Ham shoxi kichkina edi, o'sib qoldi. Singan ekan, egasidan olgan bo'lganimizda. Mana ham kichikroq edi, katta bo'lib o'sib qoldi. Mana kichkina shoxi ham. Shoxing ko'rsat. Mana buni ham ko'rasizlar. Shoxlari o'sib qoldi. Xo'p, endi buni yem anaqasiga to'xtaladigan bo'lsak, hozir bularni boqish davom etyapti. Xashaklarimiz g'umoy bilan makka poy aralash. Hozircha yong'oq bilan bedamiz tugab qolgandi, endi olamiz xudo xolasa. Bitta xo'sh, kepagimiz bor, kepagimiz ozgina qolibdi. Bitta makkayimiz bor. Edi, tugadi hozir. Bugun olib kelib qo'yamiz makkaga, xudo xolasa bugun olib kelib o'tib beramiz. O'tib beramiz. Shunaqa gaplar. Xo'p, endi yana nima demoqchi edim men? Yana bir narsani aytmoqchi edim. Men o'zim videolarda ko'rdim ko'p. Mana go'ngga ko'rinayotgan bo'lsa, shuni go'nglarini ochib ko'rishyapti. Voy, qattiq ekan. Ko'rasizlar, mana video uzilmagan holatda mana. Hech narsa yo'q. Hech narsa yo'q. Demak, o'tib bersa ham bo'ladi. Qaynatib pishirib berish mana yo'q. Ko'rasizlar. Demak, ta'siri yaxshi bo'lyapti. Bironta hali makkai chiqmadi, mana yaxshi, ko'z tegmasin. Hammasi yaxshi bo'lyapti. Yangi boquvchilarga tavsiya qilaman, agar qaynatib pishirib bergan ham yaxshi bo'lsa kerak. Men pishirib berib ko'rmadim-ku, lekin balki pishirib berganda foyda kattaroqdir. Lekin mana o'tib bersanglar ham, iloji bo'lsa qaynagan suvga o'tib qo'ysanglar, vobshe dahshat bo'lar ekan. Ishi ham zo'r bo'ladi, keyin nima deydi? Yumshoqqina bo'ladi, qo'ylarni ham tishi og'rib qolmaydi. Buni men o'zim gapirmoqdim. Boqqanlar, qo'y boqib yurganlar shunaqa deyishdi. Makkayni o'zini bersang, o'tmasdan qattiq bo'lib tishi og'rib qolishi ham mumkin deyishganiga o'shanga o'tib beryapti mana. Go'nglarni ko'rasizlar, top-toza. Demak, hazm bo'lib ketyapti. Demak, pishirib bera olmaydiganlar, men o'zim ham pishirib bera olmayapman, chunki katta qozonim ham yo'q meni pishirib berishga. Bularga pishirgandan keyin bir ko'proq qilib pishirish kerak, bir hech bo'lmasa 2 kunlik, 1 kunlik, 2 kunlik qilib pishirib qo'yish kerak hech bo'lmasa bularga. Har kuni pishirishga vaqt bo'lmaydi. Shuning uchun ko'rasizlar mana go'nglarni. Qoch. O'zing go'nging. Kam ko'z savollar bo'lsa, bemalol qo'y boqqan professionallar bo'lsa, maslahatingizni kutib qolamiz kommentariyada. Yangi boquvchilarga tavsiya qilaman, boqinglar, bosingizlar. Yana bitta yangilik qilyaptik, uni keyingi videolarga xudo xolasa olib chiqamiz, ko'rsatamiz. O'shanaqa boqish ham videolarni ko'rib ko'ray dedim, havas qildim to'g'risi. Xo'p, o'shanga bir ko'ramiz keyin. Ularni ham olib chiqamiz. Sog' bo'linglar, kommentlarda yozib yuboringlar. Foydali videolardan tashlaylar. Oxirlarni mana tozalab qo'yishgan, xudo xolasa. Bedaniki bu, beda bilan yong'oq qo'yani maydalangan, aralashgan edi. Boya soluvdik. Mana hozir yeb tamom qilishibdi. Hozir bular yana so'rayapti, xashay berdik. Hozir berib qo'yamiz endi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.